Assalomu alaykum. Bugun qovoq haqida gaplashamiz. Qovoq tabobat dorixonasi hisoblanadi. Uning inson organizmi uchun foydalari haqida shubhaning keragi yo'q. Qovoq urug'lari yuqori kaloriyali hisoblansa-da, qovoqning o'zi noyob vitaminlarga boy, past kaloriyali sanaladi. Shu sababli undan parhez taom sifatida ko'p foydalaniladi. Qovoq tarkibidagi beta-karotin moddasi inson tanasida A vitaminiga aylanadi va ko'rish qobiliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Sabzi bilan solishtirganda 5 baravar ko'p. Tarkibidagi E vitamini qarishni oldini olib, terini yaxshilaydi. Undan yuz terisi uchun niqoblar tayyorlash ham mumkin. Qovoq guldan damlama tayyorlab, teridagi yiringli yaralarni, chuqur kuygan joylarni davolash mumkin. Xom qovoqni qirg'ichdan o'tkazib, suv siqib olingach, nahorga yarim piyoladan ichish prostataga davo bo'la oladi. Qovoq oshqozon yarasida, oshqozon kislotasi pastlarga ehtiyot bo'lib iste'mol qilish tavsiya etiladi. Boshqa barcha holatlarda, hatto yuzlab dardga shifo deb bemalol ayta olaman. Qovoq va asal jigarning yaxshi tozalovchi sanaladi. Xom qovoq urug'idan tozalanib olingach, ichiga asal solib, bir kun olib qo'yiladi va ertasiga tayyor suyuqlik 3 mahal och qoringa ichiladi. 2-3 haftada jigar tozalanadi.